ChatGPTdan ham yaxshiroq bepul sun'iy intellektlar bormi degan savolni berishingiz mumkin. Ha, albatta, hozir 2025-yildagi eng kuchli AI chatbotlari haqida ma'lumot berib o'taman. Birinchi o'rinda bu Claude. Claude eng kuchli javob beradigan sun'iy intellektlardan biri. U katta hujjatlarni tahlil qilish, kod yozish va murakkab savollarga javob berishda juda kuchli. PDF fayllarni ham tushunadi va mutlaqo bepul. Ikkinchisi Google Gemini. Google Gemini Google xizmatlari bilan to'liq integratsiyalashgan. Docs, Sheets, Gmail hammasi bilan birgalikda ishlaydi. Uchinchisi Microsoft Copilot. Microsoft Copilot ham GPT-4 asosida ishlaydi. Word, Excel, PowerPoint bilan ajoyib integratsiya. Webdan so'nggi ma'lumotlarni olib beradi. Microsoft foydalanuvchilar uchun juda ham yaxshi tanlov. To'rtinchisi Perplexity. Perplexity ilmiy izlanishlar uchun ideal. Javoblarni manbalar bilan birgalikda beradi. Beshinchisi DeepSeek AI. DeepSeek murakkab muammolarni hal qilishda juda ham kuchli. Chunki uning logik fikrlashi ChatGPT bilan teng, ba'zida undan ham yuqori.